Azroil alayhissalom Rasululloh oldilariga o'tirdilarda, salom alayk qilib diydorlashganlardan keyin, "Ya Rasululloh, Alloh sizga izn berdi. Sizni ruhingizni olganiman, jo'natdi. Izn bersangiz olar ekanman. Agar izn bermasangiz ziyorat qilib qaytaman" dedilar. "Men Robbimning huzuriga, mahbubimning huzuriga shoshilyapman. Oling" dedilar. Azroil alayhissalom boshmaldoqdan, tovondan, tizzadan kindikka jon kelganda, "Yo Azroil, o'limam shunaqa bo'ladimi? Meni ummatim qanday chidar ekan? Yo Azroil, meni ummatimga qattiqlik qilmang, qo'pollik qilmang, muloyimlik bilan oling" deb, o'sha paytda ham men ummatimni o'ylagan edim desalar. Hazrat Ali aytadilarki, Rasulullohning oxirgi holatlari-yu, namozga ummatimni buyuraman, namozga dedilar-u, birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa namoz.